Lo'mun sendilarim. İkinci tovuqxona. İki sutka qorini oro berdik, baqa toshib olganimizdan keyin endi vitaminli suv ichishyapti. Yakshanba yo dushanbaga o'tgan safar aytdim-ku, ventilyator qo'yamiz deb. Shutlarga ventilyator olib qo'yamiz. Uchovi teshikkan, xudo xolasa. Sababi chang kuchayyapti. To'g'xonada juda o'ta kuchli chang bo'lmasligi kerak. Havo toza bo'lishi kerak. O, sho'dagi dalani havosini beramiz baqa, xudo xolasa. Toza havoni. Qalay katta bo'lyapti, baho beringlar-chi. Mana shu qora dog'lari ko'rinib turibdi-yu, qora dog'lari. Mana shu yerda yurganda shu qora dog'lar oxirigacha turadi. Temir qafasda bo'lsa, qora dog'lari qolmaydi. Atpechatkalari qalin bo'lib turadi yerda. Xudo xolasa ko'rsatib boraman, ko'rib borasizlar. Shu qora dog'lari atpechatka. Mana xo'rozlarimiz. Dominant red, Sussex. Adlerga o'xshaydi. Yuzga yuz dodiga, eslaysizlarmi? Yoshligida. Mana. Adlerdan go'shtdorroq xo'rozlari. Ham yirik bo'ladi. Ular 90 kunlik bo'ldi. 1 kilo 600 bo'ldi hozir. 90 kunlikda. Narxi 60 ming so'm. Optim olaman deganga tushib beriladi yana. 1 kilo 600 bo'ldi jo'jada. 90 kunlik bo'ldi. Xo'rozlar. Mana xo'rozlar. Qip-qizil tojlari tikka-tikka. Mana holatlar. Mana xo'rozlar. Qichqirib bo'ldi bular. On 17 kunlik kichinasi ham qichqirdi. Mana yerda ozgina bor, 17 kunlik kichinasi. Bular ham qichqirdi. Bu yerda faqat oqi bor. Bulardan 17 kunlik kichkina bular. Mana xo'rozlar. Bular 90 kunlik bo'ldi. Assalomu alaykum, qadrdonlar, hurmatlar. 2-3 kunda bir isiriq tutatib turinglar. Jo'jaxonangizga, tovuqxonangizga. Mana shu isiriq tutyapti hozir. Shu holatda tutab turibdi. Havodagi virus kasalliklarni havodan keladiganini shu bilan o'ldirib turamiz. Yerdan keladiganini oziq orqali kiradiganini antibiotik suv bilan o'ldirib turamiz. Jo'jalarga taalluqli. Lo'mun sendilarimiz. Bu tomonda dominantlarimiz. Odamdan qo'rqib xabar olishdi.
Mana laminatlar. Ko'ringlarchi. Bu tomonda yana lo'mi sentiydi. Bular hammasi sotuv uchun. Tuxum va go'sht yo'nalishi.